Mana shu narsamiz do'stlar 1 kilosi 3,5 ming 4 ming so'mga to'g'ri kelar ekan. Buni qaranglar. Mana shu 3,5 ming so'm 4 ming so'm pul tikib do'stlar kuniga 3 million so'mdan 5 million so'mgacha sof foyda ko'rsangiz bo'lar ekan. Eng qizig'i bu narsamiz defizit yoki boshqa narsa emas. Eng qizig'i bu odam organizmiga umuman zarar qiladigan narsa emas. Eng qizig'i bu nima desalang do'stlar tabiiy toshda maydalangani bo'lar ekan. Mashqoblarimiz ko'ryapsizlar, bir kunda 2 kishi ishlab turib mashqobdan do'stlar 10 ta 15 tasini ishlatishyapti. Kuniga 3 milliondan 6 milliongacha uka topishyapti-da. 10 kunda 30 million so'm, bir oyda do'stlar 90 million so'm, 100 million so'm ekan. Agar bu ishni oilaviy qilib, biz hozirgi kunda deyapti akalarimiz 100 kvadratdan 250 kvadratgacha chiqaryapmiz deyapti. Agar ko'proq zakazingiz bo'lsa, o'sha sezon boshlandi, sezoni yo'q, lekin yozda yana ham ko'pchilik oladi deyapti. Agar 4 kishi ishlatilsa deyapti. 4 kishi 250 emas, 400-500 kvadrat chiqarsa, oyiga ya'ni sizlar bemalol 150 million 180 million realni foyda ko'rasiz deyapti. Aka bu lob desam yo'q, men sizga realni fakti bilan keltirib beraman deydilar. Bo'ldi aka, bo'lmasa buni obunachilarga ko'rsataylik dedi. Hozir biz Namangan Uchqo'rg'onga yetib keldik. To'liq ma'lumotni endi Nodirbek akadan olamiz. Assalomu alaykum. Nodirbek aka, aka uzr, yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamang. Nodirbek aka mana videoda boshida gaplardi, aytdim. O'zi aytgan gaplar. Haqiqatan aka, hozirlar 2-3 kishi 100 kvadratdan 250 kvadratga chiqaryapsizlar. Albatta. Endi buni aslan aka zakasiga qarab chiqaramiz. 250 ham, 300 ham qilsa bo'ladi. Hozirgi kunda kunlar uzayib qoldi. Endi hozirgi kunda, misol uchun mana shu narsani o'zidan bir qopidan aka, indamay mana shu o'zi 40 ming so'm, 35 ming so'm turadi. 40 kilolik narsa bo'ladi. Turishi. Ha, buni endi kerakli mahsulotlar bilan aralashtirib, uni biz aytgan narsadek qilib chiqarilsa aka, kuniga misol uchun 2 milliondan 5 milliongacha indamay olib borsa bo'ladi kunlik foydani o'zi. Hozir sizlar adashmasam 2 kishimisizlar yo 3 kishimi? Biz 3 kishimiz. 3 kishi. 5 million bo'lsa endi hisoblanglar do'stlar. O'rtacha 1,5 milliondan ham deylik, ya'ni 1,5 milliondan bo'lsa ham kuniga menimcha 100 dollar, oyiga 3000 dollar menimcha chetda ishlab yurganlardan ko'ra chetda ota-onangizni, bola chaqangizni yonida menimcha maza bo'lsa kerak. Bu defizit narsa emas. Yo'q aka, bundan misoli O'zbekiston istalgan joyda topsa bo'ladi. Hali yo'qolib olib, qurib olib, unaqa emas. Bu achimaydi ham, sasimaydi ham. Yo'q. Xudo xolasa. Achimaydi, bu tabiiy toshdir, shunaqa maydalangan. Ha, bu o'sha tog'ni toshini maydalangan. Maydalangani, ya'ni biz elaydi unutganmiz. Ha, shunday, ha. Shunda tushunarliroq bo'ladi. Bir kunda sizlar hozir nechta qop ishlatyapsizlar bunda? Xo'p, primерно bir kunda biz 8 tadan 10 tagacha ishlatamiz. 8 tadan 10 tagacha ishlatasizlar, xudo xolasa. Endi aka bu nima deganlarga bitta ko'rsatsak bo'ladimi? Albatta ko'rsatsak bo'ladi aka. Mana o'zlarining sehi do'stlar. Mana yerda chiqarilayotgan jarayon. Hozir mana ishni boshlashadi akalarimiz. Bitta ko'rsatib beramiz. Qanaqa qilib ishlanadi. Ayollar ham, erkaklar ham 7 yoshdan 70 yoshgacha qilsa bo'laveradi. Albatta, millatini, irqini qizig'i yo'q qilsa bo'laveradi. Qizig'i yo'q, xudo xolasa. Mana do'stlar, bu nima deganlarga, ya'ni bu terma panel biznesi bo'ladi. Xudo xolasa kelasizlar. Bu akalarimizdan o'zi o'rgangan kelganmi, sheringlarni bular. Bu jiyanim, o'zimning jiyanim aka. Endi boshladi. Ha, boshlab shu bolani biznesi bo'ladi. Aha, xudo xolasa. Do'stlar, bu chiqayotgan narsalarimiz tayyor klientga chiqyapti. Klientga chiqadi. 150-200 kvadrat. O'zini-o'zi chiqarib klient kutilmaydi. Yo'q. Unday emas. Chunki siz o'zi uspet ham qilmaysiz buni chiqarishga. Sababi, misol O'zbekiston bo'ylab misol sizga o'xshagan yoki boshqa blogerlarga qo'yilgandan keyin hammasidan bittadan zakat tushganda kami 50 kvadrat bitta fasadi. 50 kvadratni misol uchun biz ertalab boshlasak 4 soatda chiqarib qo'yamiz. 4 soatda chiqarib. Ha, buni eng og'ir ish mana shu itarib berish ekan. Ha, eng og'ir. O'zbekistonda itarib pul topsa bo'ladi. Pul topsa bo'ladi deganda, xudo xolasa gap yo'q aka. Bitta itariladi, faqat chiqaramiz do'stlar. Orqasidan yana mana shunaqa bu nima deymiz bunisini? Bu Penaplex. Penaplex bo'ladi. Bu necha qalinligi? 3liga bu. Bu 3liga. Orqasiga qo'yasizlar. Qo'yilishining sababi naryoqdan yana bitta itarib beriladi. Bunga boshqa qolib ketadi. Ha, bu trafaretini o'zgartirib yoki o'zidan bir xil chiqaradiganmisiz, bir xil chiqarasiz. Bu hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Qiyin joyi hozir video davomida ham chiqarib ko'rsatib beriladi. Buni qiyin joyi aytganimizda umuman yo'q do'stlar. Mana shunaqa holatda, ya'ni misol uchun siz o'zingiz boshqa ishda qilsangiz ham qo'shimcha biznes qilib ochib yoki farzandlaringiz hali telefon olib bergandan ko'ra mana shu stanovimizdan bitta olib bersalar, 10-15 kunda pulini chiqariladi. Albatta, bu tayyor holati aka. Bu haligi kabanchik fasonda ekanda, xolasa. Bu tayyor holatda olamiz buni. Mana bunday joyga olib kelib, shuni qo'yib qo'yamiz. Buni hozirgi kunda, yozgi kunida aka 4 soat kutsak bo'ldi. Mana bunday tayyor holatga keladi. Bo'ldi. Endi qaranglar do'stlar. Bunimiz zo'r tomoni, endi fasaddan boshlasak, misol uchun yozgi issiqdan, qish sovuqdan
super mo'shi karcherda ishlama bo'lmaydi. Mana do'stlar. Mana shu pena blokka qilingan. Mana ishonmaganlar uchun mana yerda ko'rsatamiz do'stlar. Mana shu pena blok tevasidan shunday qilib yuborilgan, Ha, shunday shuvoqsiz, shuvoqsiz, shunday o'zini kelaylari bor, maxsus qilib yuborilgan. Mana yog'ning qalinligini ko'ryapsizlar. Montaj, pantaj hech nima kerak. Paxsa devor, xomg'och, pishig'ish ketaveradi. Devor tanlamas. Devor tanlamas. Xudo xolasa mana buni endi xafa bo'lmaysiz aka, tepib ko'rsatamiz. Tepib bemalol karcherlab, ayniqsa yosh bolasi borlar, ko'cha tomonda tursa to'p mo'p desa ham ishlab bo'lmaydi. Yo'q, siqmaydi aka. Xudo xolasa. Xo'p. Bunimiz alohida ham sotiladi. Ha, buni alohida sotamiz. Kvadratini 85 ming so'mdan. 3lik ssenaligi. Endi 5ligi bor. 5ligini 110 mingdan boshlanadi. 110 ming. Ha, albatta endi vodiy ichida 50 kvadrat olganga dastavkasini ichida qilib yetkazib beramiz. Endi vohaga, davondan uyog'iga hammasi kelishilgan. Misol aka ko'proq olsa, misol uchun 200-300 kvadrat olsa, O'zbekiston bilan kelishtirib beriladi. Dastavkani arzonroq qilib beriladi. Endi narxdan chipcha o'tib beriladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, endi eng asosiy mavzuga qaytsak aka. Bir kunda foydasini aytdik. Bundan примерно haligi o'rtacha narxni aytaylik. Nech pul qoladi kvadratidan o'rtacha aka? Xo'p, aka, endi biz aslovni oldinlab o'zingiz bilasiz, faqat uskunalarni sotganmiz buni. To'ppa-to'g'ri, hozir mana gaza blok, pena bloklar. Hozir ham aloqaga chiqaverasiz, albatta. Endi hozirda buni ham yo'lga qo'yib qo'ydik. Buni aka kvadratidan, buni kvadratidan. Birovni cho'ntagini hisoblash emas u, 25 ming so'mdan bexijolat qoladi. Qolaveradi. Endi kuniga hisoblaylar, akalarimiz 250 gacha chiqarishyapti. 300 ga ham chiqamiz deyishyapti. 300 ga ham bexijolat. 100 eng kami, bo'lmasa 300. Endi og'ani hisoblayverasiz. Nech pul qolishini hisoblayverasiz. Xo'p. Qanaqa bo'ladi? Stanogimizning narxi nech pul? Обучение qanaqa bo'ladi? Xo'p, aka, endi stanogimiz hozir tayyor yo'qligi uchun sizga ko'rsata olmayapmiz, lekin imkon darajasida aytamiz. Xo'p, mana bunday rабочий stoli, kompressor, mikseri bo'ladi. И mana bunday trafaretlari bo'ladi. Ya'ni mana bunday 6 xilda. Qoliplari bo'ladi. Endi Versace deydimi, yo mana bunday, yo unday. Mana misol uchun hozir mo'llar ham yangi qo'shilgan fasonlarimiz aka. Bular so'kilgan. Xuddi shundan 6 xil gulimiz bo'ladi ichida. 6 xil gul bilan aka 800 dollardan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz. Yetkazib beradi. Albatta o'rgatib qo'yish ham ichida. Ha, endi aka qarang. Bizni vohadan ko'rayotganlar bor, uzoqdan ko'rayotganlar bor. Misol uchun safarda yurib pul to'plaganlar bor. 800 dollarga misol uchun qanaqadir telefon olsangiz, keyingi yilga 800 dollarlik telefoningiz o'rtacha hisoblaganda 500, ja tushgisi 400 dollarga tushib ketadi. Bu stanoyda olasiz, 1-2 oyda pulini chiqarasiz. Bu stanoysiga mashina ham, telefon ham olib kelib beradi. Albatta. Xudo xolasa. Endi ko'rayotganlar bor. Uzoqdan kelsam, meni yeb ichishim bor, mehmonam bor, ular nima bo'ladi deyishadi. Aka, bu yerda mana ko'rib turibsiz, xonamiz bor. Yeb ichari, 3 mahal issiq ovqati, yotar joyi bizdan aka. Keladi, 1 kunda o'rganami, 2 kunda o'rganami, mehmonimiz bo'ladi. Apparat yo'qsa olib ketishadi. Agar yo'qmasa, xijolatchiligi yo'q. Uka, rahmat, sog' bo'lasizlar, ketaveradi aka, masalasi yo'q. Xudo xolasa, muammosi yo'q. Albatta, bizdan oldindan shunday bo'lib kelgan, hozir ham shunday, xudo xolasa. Xudo xolasa. Do'stlar, Nodirbek akamizni pastda nomerlarni qoldirdik. Adashmasam akamizni 3 yildan beri reklama qilamiz. Xudo xolasa, hali akamizdan muammo chiqmadi. Bundan yana chiqmasin. Odamimiz xato qilishlari mumkin. Lekin xato to'g'rilanadi. Qoliplari, sizlarga qaranglar, bunaqa qoliplari qaysi biri yaxshi ketadi buni qilsangiz, qaysi qolipni olsang yaxshi bo'ladi, ulargacha o'rgatadi. Albatta. Barcha sira-sira o'rgatadi. Yaxshi tomoni tajriba quyonchasini shu yerda qilib olasiz. Xato qilsangiz shu yerda bo'ladi. Shu yerga kelishadi, aka, kelib, o'zlari gruntovkasidan boshlab bizni nazoratim ostida o'rganib, rastvorni qanday tayyorlaydi, buni qanday sursak qanday bo'ladi, hamma yo'g'ini noldan o'rgatamiz. Keyin apparatlarini olib ketishaveradi. Xudo xolasa. Do'stlar, Nodirbek akamiz nomerlarini pastda qoldirdik. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Undan tashqari pena blokmi, gaza blokmi, qanaqangi stano kerak bo'lsa, akamizga aloqaga chiqib, foydasidan oldin salan chegirmalarni qilib berishadi aka. Xudo xolasa. Nodirbek aka, e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga.